Bank sayin bichga kelib qoldim. Faqat taylar uchun turistlardan faqat men bor ekanman. Xolos birorta turist yo'q. Ajoyib joylar ekan. O'tgan yili ham kelib, shu ertaman kelib, kech payt ketdik. Bugun bir 2 kecha qolaman endi bu yerda. Shanba bozor hamma bayram qilagan bu yerda. Bugun takras shanba. Taylar faqat shu yerda dam olar ekanda. Juda ham ajoyib joylar ekan. Batorjon do'stim masjiddan kvartira sinimat qildi. 600 batga bir kuniga, biz 900 batga shu dengizga yaqinroq joydan sal shashilib nima qilyapmiz. Mayli, Xudoga shukr. Lekin zo'r joy ekan. Hozir chiqib joylarni ko'rib tushdik. Endi mashinani yana ketyapmiz. Ashlar hammasi shuni mehmonxonaga o'xshagan joylar ekan. O'zi bosdimi? Dam olgani keluvchilar mana shu yerda arzon kvartira sinimat qilib ketishar ekan. Shu kabi biz ham mana shu yerdan sinimat qildik. Endi Batorjon endi taychani biladi. Gaplashib yurib arzonroq oldi bugun. O'zi aslida 300-500 ekan. Bugun shanba bozor ham qanaqadir diplom oldi, bir bayramona kayfiyatda odam ko'pligi uchun shahamlat qilishibdi. Mayli, Xudoga shukr. Qaysi tomonda mashinamiz o'rta? Ketdik, shaqqa. Ana 9:30 bo'ldi. Hamon hayot Banksen'da davom etyapti.
Chiroqlar yoniq, yop-yorug' hamma yo'q. Ajoyib shahar ekanda. Zontilar tushirilgan. Hamma baxtli hayot kechirib oilaviy ko'chada ovqat yeyishadi. Bir-biriga umuman xalaqit bermagan holatda birorta turist yo'q. Mana bu yerda bitta farang o'tiribdi. Turist emas. Hello. Biz xolosmiz farang. Qolgan hammasi meslilar. Maza qilib choyni ichib shabadada o'tirishar ekanda bular. Ajoyib insonlar ekan. Bangsang zo'r ekan, yoqdi. Kelinglar sizlar ham Bangsanga. Bangsaye. Bangsayenda mana tong yotyapti. Quyosh chiqishiga bir necha daqiqalar qoldi. Endi bu Bangsayendagi holat qaraydi. Tamanda cho'milyapti odamlar. Hayronman. Hali quyosh chiqib ulgurgani yo'q. Shomda quyosh botishini, tongda quyosh chiqishini kuzatishni yaxshi ko'rar ekan bular. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. La havla va la quwwata illa billahi al-aliyyil. Bangsayendagi kvartira. Dacha deydimi? Muolala. Baliq basseynini qaranglar. Ajoyib. Qizil baliq, mayda baliqlar suzib. Dachani egasi Xitoymikin? Tili g'alati. O'sha tushunmayapti meni deb do'stim jo'natib qoldi. Xitoy shekilli. Tong saharda mototsiklda bir aylangani chiqdim. Politsiyskilar yuribdi. Suramiz shekilli o'tdi. Mersa ko'p ekan bu tarafda. Ana tongi Bangsayen. Tong masu 9larda. Ertaman sahar chiqib olganmiz videoga. Ajoyib joylar ekanda. Bu juda uzoq, kilometr shekilliga bu. Kilometrga boramiz. Qarang. Ajoyib. Oma hindlar bosib ketgan ekan Tailandni. Mashitda yo'q desam, shu yerda ham topib kelishdi-yu. Mana bu qisqa raqalari bor ekan. Mana kalsiyga boy ovqatlari. Mana bu balig'i bor ekan. Ajoyib. Mana kalmar. Mana shu
Bu nima deydi? Mana uni qisqichi baqani. Bu krab. Krab deydi buni. Onu olib nima ekan? Tashlab olib ketdi buni. Mana ko'konatni dodalari mana shu yerda ekan. Mana ular boqlab tomili. Tem pasha yo'q. สวัสดีค ใคร รับ ลูกต้องซื้อของอ่ะ โอ้โห Kilams. ซื้อเนี่ย Kilam. How much? เท่าไหร่อะเบนอะไรเนี่ย How much? 150 บาท 150 baht. Oh, thank you, Kilams. Okay? Qalampiriyam. Ayy, dashat achchiq ekanda bularni. O'raylar. Shurutilgan bunasa ichiga qalampir solib qo'yibdi. Ajoyib. Shu qushni o'ni topdim. Qora qush ekan u, Batir aka. Tailandga qaytib keling degan qush emas ekanda. Qora qush ekan. Men uni oq qush deyman ekan. Shuni nimada shahli qilar ekan. Harikap. Tugamaydigan ko'cha ekanda. 3-4 kilometr bo'lsa kerak a bu. Bundan ham uzoqmi? Bitta farang yuribdi bu yerda. Bitta ham olib kelishibdi-da. ดูที่ท้องคุณก็ไกล Odamlar dam olish kuni hash kecha qolgan odamlar mana shu yerda qolib ketaverar ekan yotib qolib. Ajoyib. เดี๋ยวผมคุยแบบนี้ดีกว่าที่มีคนฟังอยู่นะบอกว่านี้ดีกว่า Ba'zi elektrobayklar arendaga berilar ekan. Hozir o'xshab uchirtirib yurishar ekan. Halo. Tovuq pishirishga juda usta ekan bular, lekin tovuq panjasini ham pishirar ekanda. Buni ham yeygan. Ajoyib. Bunaqasi ham bor ekan. 8 oyoqli. Kasımcada ham qaynayapti, 8 oyog'mi. Meyvalardan manaqa narsa qilib qo'yibdi. Dumbillar mana. Velosipedlarda arendasi mana bolalarga, เวลาพายอ่ะเขาก็จะพายกันเป็นแบบ kattalarga. เดี๋ยวร่วมพูดคุยกันดีกว่า Kofeda reklama qilishib 50 bahtdan sotyapti ekan, Kofeda. Yarmarka, kofe yarmarkasi ekan. Bayt qarang. Vashshe dahshatlari mana shu yerda ekan u. Instead of free activities for Mayda ham dahshatlari bor ekan. Haqiqiy bayklar ekan. Mana. Hozir biz minib yurganlar bari hali detskiy mototsikllar. Mana yerda jiddiylari bor ekan. Ajoyib motobayklar. Вообще Harley Davidson ekan bu qara. Bu Harley qara,
นั่นก็คืองานดนตรี กวีศิลป์ค่ะ นะคะ Qanaqadir ในที่งานเนี่ยก็จะมีการ baychilarni การ qanaqadir ถ่ายภาพ bayrami นะคะ ekan การทำแบบว่าจิตรกรรม มา แบบ รวม นี้ ทุกอย่าง เลยนะ รวม เขา ทุ จะ กอย่าง มี เกี่ยวกับ รวมทุกอ ศิ ย่าง ลปะ ใช่ นะคะก็ ทุก ติด ศาส ตา ต ม ร์เล กั ย นได้ ดนตรีก็มีค่ะ โอเคนะคะไปกันต่อเลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึงนะคะ เรา คน จะ แน่นมากนะ ได้ร่วมกิจกรรมจากทางบูธสปอนเซอร์กันอย่างแน่นอน โอเค นี่นะคะ ตอนนี้ค่ะ เราผ่านนะคะ olma olib qochdi-yu. Olib qochdimi aytdi bitta kartochkani. Coconut kichigi. Coconut how much little? 50 บาท1 2 3 4 5 50 50 baht. Kattasi. ลูกหนึ่ง Oh, 100 baht. 50 บาท 50 baht. 50 baht ekan. Okay, thank you. 50 bahtdan ekan. Chaqimbazoq sotar ekan sohilda. Ikki yarim kilometrcha yurgandan keyin mana shu boshlanishiga keldik. U yoqda yana davom etadi deyapti do'stim. Biz o'rtasidan keldik. O'rtadan orqaga yurmadik. Bu yog'i ham mana shunaqa ekan. Juda katta ekan bu. Shuncha odam butun Tailanddan kelib dam olar ekanda bu yerda. Ajoyib joylar ekan. Ko'rib turgan tanish-bilishlar, qandashlar bemalol kelib dam olishinglar mumkin. Oilaviy kelib dam oladigan joy ekan. Hatto Taylarda erkaklari ham ust-bosh bilan cho'milar ekan bu yerda. Ayollarini u yoqda tursin, erkaklari ham ust-bosh bilan cho'milar ekan. Ajoyib insonlar ekan. Mana finishga kelyapmiz. Bardam bo'ling, men siz bilan. Ko'chmang, o'zim qutqarib olaman. Charchab qolasiz, sekin-sekin shaqdam qadamlar bilan. 1 2 1 1 2 1 deb. Aha. Nihoyatda shaqdam qadamlar bilan kelyapti mana. Safarбек hoji akamiz. O, finishga yetib keldilar. Try to stand, yeah. Sekin tikka turib olavering deyapti, tikka turib olavering hoji aka. Normally you should stand on the paddle and grab on the top of the paddle And push. like this. It will go Okay. more faster and it's correct way. I see. Try to Okay. Hoji aka tikka turib olib maqsad bo'laveradi deyapti. Tikka turib. Aha. Ana. Okay.
Xuddi shunday deyilgandi, xuddi shunday deyilgan edi. Nihoyatda eng ekstrem momentlardan bittasi. Mana Xo'jagan birinchi marta bo'lsa-da, lekin chempionlarcha o'zlarini his qilyapti. Hozir mana O'zbekiston chempion bo'lmoqchi edi-yu, lekin bo'la olmay qoldi bu safar. Keyingi safar bo'lib qoladi, xudo xolasa. Mayli, bu birinchi demak traylerlardan bittasi. Baxtiyorjon marraga yetib kelyapti, lekin tiz cho'kkan holatda. O'zi aslida tikka turish kerak. Turing, chaki, ehtiyot bo'lib turing. Turing. Kulmasdan. Yo'q, siz qilganingiz yetadi. Men shunday ham chempion bo'laman do'stim. Bansayin taassurotlari o'tgan yilgidan ko'ra ancha a'lo darajada bo'ldi. Xudo nasib qilib inshaalloh keyingi yillarga ham shu yo'llarga kelishni nasib qilsin hammamizga, barchalaringga. Qadrdonlar, salomat bo'lasizlar.